Assalomu alaykum, bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan yurtdoshlar, bugun 11-iyun sanasi Samanta anjir shoftolimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana kalibrlariga o'zlaring bittadan baho berasizlar. 80, 85, 85 plus kalibrdagi Samanta anjir shoftolimiz 11-iyun 2025-yilda xuddi shu holatda yetilib pishdi. Bugun uzum jarayoni eksport bo'lyapti. Mana kalibrovkalarni ko'ryapsizlar. Normalli holatda. Mana modellarni ko'rsatamiz. Boqmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilaveramiz, qo'rqmasdan. Yaxshi narxda sotilyapti, hosildorligi ham zo'r. Mana bu daraxtchamizga ham o'zlaring bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Bir yoshli holatidagi mevasi bo'ladi mana. Samanta. Boqmoqchi bo'lganlarga juda ham zo'r tanlov. Mana bog'i sxemasi 5 ga 3 sxemada, orasiga gilos ekilgan. Shoptolidan ham, gilosdan ham daromad olsa bo'laveradi. Xuddi shu tarzda boqmoqchi bo'lganlarga olib borib ekib, garantiyalarni qo'yib berib, mevaga kirgizib berguncha qarab berish xizmatlari ham bizda mavjud. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Agrosat profiliga obuna bo'lib, videolarga bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Ko'chatlari sotuvda. Pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.